Navoiyda bugun va Samarqandda bugun jamoasi va nihoyat uchrashdik. bir necha kunlardan buyon Samarqandga borishimiz, yo'llarda va tumanlarda pul tarqatishimizni e'lon qilgan edik. Va'da berganimizdek, avval Paxtachi, keyin Mirbozor va eng oxirgi manzilimiz Kattaqo'rg'on tumanida bo'lib, Samarqandda bugun obunachilarga pul mukofotlarini tarqatib keldik. Endi navbat Samarqand shahriga. Samarqandliklar pul mukofoti yutib olishga tayyormisiz? Unda shartlarni bajaring va berilgan lokatsiyamizda bizni kutib oling. Shartlari haqida yana bir bor eslataman. Samarqandda bugun kanaliga obuna bo'lsangiz 50 ming so'm, oxirgi 5 ta postimizga like bossangiz 100 ming so'm yutib olishingiz mumkin. Siz kutgan Navoiyda bugun jamoasi Samarqand shahriga tashrif buyurdi. Navoiyda bugun va Samarqandda bugun jamoasi Samarqand shahriga pul tarqatishni boshladik. Samarqandda bugun kanaliga obuna bo'lgan bo'lsangiz 50 ming so'm, oxirgi 5 ta postimizga like bosgan bo'lsangiz 100 ming so'm yutib olishingiz mumkin.